Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2020 yılı 10 oktyabr shanba. Bugun men tövəndəki siyasi iqtisadi məzmunlarını diqqətinizə sunmoqchi. Aldı bilan ئامېرىكىدىكى saylam masalasi keləydi. Bütün dünya diqqət qilib atgan ئامېرىكىدىكى prezidentinin kim bo'lish saylamının nəticəsindən çıxışığa 3 həftə vaqt qaldı. Bəlkə bo'lib atgan ishlardan qaragan vaqtda, yəni vabanın təsiri tüfəyindən bütün kişilərin ictimai iqtisadi ahvalları çəkilməyə uçurdu emasmı? Tosqunluq uçurdu. Şuna bu kişilərin bilet taşı saylam günü bilet taşışına təsir göstərişi mümkün. Şunaq bolğanlıqdan bunun nəticəsindən prezidentlik saylamının 11 ayının 3-cü günü elan qılınmay, keyinlik sürülüşümü mümkün. Bəlkə Ali sotqa berişi mümkün. Yəni kimnin prezident bo'lishini ular belgileşi mümkün. Ben bir neçə qitimliq göz qarashimda, müşaqit göz qarashimda Donald Trump qayta saylandı degan göz qarashini o'tirib qo'ygan, elimi shundaq deb turaman. Ko'pchilik o'tganda Joe Biden bilan Donald Trump ikkisi munozaraga tushgan vaqtda, birinchi qitimliq munozaraga tushgan vaqtda Donald Trumpning shu munozaradagi ifodasi, qiliqlari toza degandek yaxshi bo'lmadi. Shundan qarab kishilarning unga nisbatan biroz nazar tushgandek bo'ldi. Ham bir necha qitimliq rayiini sinash natijasida kishilar hozir Joe Biden yengidi, Joe Biden yuqori chiqyapti, da'vatida, lekin bu xil rayiini sinashga toza ishinib ketsa bo'lmaydi. Tarix bunday ishlar bo'lgan. 1936-yili Amerikadagi Demokratlar partiyasidan bo'lgan Donald Roosevelt bilan Falden deydigan bir boy kishi, Demokratlar partiyasidan bo'lgan boy kishi. Bu ikkisi mana shunday saylamga tushgan vaqtda shu bir gazet shu vaqtda Falden degan kishini prezident bo'ldi deb shunaqa qiyos qilgan. Amaliyot kim bo'lgan desa Roosevelt bo'lgan gap. Keyin bu nima shundoq bular xato yakun chiqadi shu vaqtda deb tekshirsa, Falden degan odam u bir kapitalist ekan, u jurnalni sotib olgan, gazetni sotib olgan odamlarning ko'pinchisi boy uyda telefon bor ekan. Bular shu chaqda uyga telefon qilib kishilardan so'ragan gap. Uyda telefon yo'q, namrat kishilarningki prezidentlik saylamiga nisbatan o'zining ko'z qarashini ifoda qilmagan gap shu chaqda, bilmagan gap. Ya'ni ma'lum bir ko'z qarashga umumiy aholining qarashining qanday bo'lganligini bilish uchun nihoyat adil bo'lgan, hammadamga fursat barobar bo'lgan bir xil avrishga elish usulini qo'llash kerak. Shundaqmi? Amaliyot unda bo'lmagan gap. Ya'ni bir qism odamlar o'zining ko'z qarashini ifodalamagan gap. Avrishga faqatla allaqachon ideyasi belgilanib bo'lgan oz sondagi bir qism kishilarning ideyasini asos qilib bu yakun chiqarilgan. Onun sırt yana 2016 saylamdımı asaslık degandek shunday rayiini sinaydiganlar 86%lik üstünlük bilan Hillary Clinton'ni prezident bo'ldi, Donald Trump bo'lmaydi degan, lekin oxirida Donald Trump bo'ldi amaliyotda. Balkim rayiini sinagan vaqtda ba'zi kishilar qo'yib Donald Trumpga bilet tashlaydigan niyati bo'lsa-mu, ammo o'zi tasodifiy so'rilib qolsa, men Bidenni tashlayman deb yolg'on uchur berib qo'yishi mumkin. Shunga bu rayiini sinashini natijalarini mutlaq bo'lib ketadi deb ishonish bo'lmaydi. Uning ustiga odamlarning ideyasimi necha qitim o'zgarib turdi. Ma'lum bir voqea, ma'lum bir ish, masalan Donald Trumpniki vabo bilan yuqumlanib 3 kun ichida saqib chiqishi, anadan keyin narxil gaplarni deyishi, uning nisbatan ba'zilar istash qilib bilet tashmayman deganlar tashlash mumkin. Ba'zilar voy bu 10 tatisizlar o'tdi, men degan yoshdaqa andamanda davotdi, buning mingisini chataq chiqibdi, bu bizni balog'i tiqdi, kalasdan ketibdi, buning bilet tashlaymiz, tashsam bo'lmaydi ekan deb ko'z qarashini o'zgartirgan ishlarmi bo'ldi. Kim biladi, yana 2-3 hafta nima ishlar bo'ladi. Lekin mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men yana ham Donald Trumpniki prezident bo'lib saylanganligining ehtimolligi cho'ng deb qarayman. Bu siyosiy masala to'g'risidagi gap. Ikkinchisi, iqtisodiy Amerikaning iqtisodiniki 3-fasldagi ishi oldingi faslga qaragan vaqtda 30%. Albatta, 2-fasllarda hamma narsa degandek palataga chiqib qolgan emasmi? 3-faslda bu narsalar, ba'zi narsalar qaytib keldi. Ba'zi tijoratlar qaytib keldi. 7-8 million odam ish topdi. Lekin shunday bo'lsa-mu, vabo yuz berishdan burungi yaxshi bo'lgan iqtisodiy vaziyatga kelaligi yo'q. Yana nurg'un odamlar ishsiz. Amerikaning iqtisodiniki asli kelishi V shakllik emas, U shakllik emas, ya'ni K shakllik bo'layotgan gap. K shakllik degan vaqtda bu cho'ng shehida pul ma'mul sohasida ishlaydigan, xizmatni yo'qitib qo'ymagan, texnik sohasida ishlaydigan kishilar bor. Bu tuanki putida shehida kim bor desa, shu tijorat nimada ishlaydigan, oshxonalarda ishlaydigan, sayohatchilik idoralarida ishlaydigan, sayohatchilik shirkatlarida ishlaydigan, yemak-ichmak sohasida ishlaydigan shunday kishilar bo'lib qoldi. Amerikaning iqtisodida shu ahvol shakllanib qoldi. Endi bu ishlarningki iqtisodning bir davlatning vazifasi nima deganda, bir davlatning vazifasi o'zining fuqarolarining farovonligini kafolatga ega qilish. Yemak-ichmak, amonlik, sahiya, ma'rif degandek. Shunaqa. Endi bu ishlar hukumat bunga aralashmasa, hukumatning funksiyasi shu. Ya'ni jamiyatni tashkillik holda, planlik holda tashkillab, qonun bo'yicha idora qilib, har bir odamga
o'zi bo'lib yashashni iborat fursatni yaratadigan tinch bir xil baxtiyor bo'lgan muhitni yaratish. Bu madaniyatli davlatlarningki etmoqchi bo'lgan nishoni. Ya'ni xalqning farovonligini amalga oshirish, eng yuqori darajada amalga oshirish madaniyatli davlatlarningki, bularningki demokratik davlatlarningki, bularningki qo'llashadigan maqsadi. Endi shunday bo'lganlikdan hozir nurg'un odam ishdan qoldi-ku, shu hukumat bunga aralashadi. Qanday aralashadi degan vaqtda o'tganda necha oy burun 2 trillion dollar qimmatdagi pulni iqtisodga solgan. Mana endi hozir Demokratlar partiyasi 2,14 trillionni salamiz deydi. Donald Trump qo'pab 1,18 trillionni salamiz deydi. Bu 2 trillion degan 2,14 trillion pul degan gap Amerikaning bir yillik GDP'si, milliy daromadining 10% deb. Endi bu hech qanday iqtisodiy faoliyatlar, shunday faoliyatlarga tushib qolgan vaqtda bu pul nerdan keldi deb o'ylaydigan. Davlatning ikki muhim organi bor iqtisodga oid. Birisi Moliya ministrligi, yana birisi Markaziy bank. Markaziy bankka pul taxtida pul besib chiqardi. O'simni har xil tangshish orqali obrutga pulninki miqdorini azaytirdi yoki kengaytirdi. Moliya ministrligiga o'tsa, Moliya ministrligi baj orqali va hatto zaim taxtish orqali o'zininki hukumatninki umumiy xam chotini qamdaydi. Shu bu yerda o'sha 2 trillion pullar, 1,18 trillion pullar tasdiqlanib qolsa, nerdan keldi degan vaqtda hukumatning ikki tarmoq o'tirisidagi o'yindan elib bo'yniga silishdan keldi. Ya'ni markaziy hukumat zaimlarni sotadi, Markaziy bankka buni nima? Moliya ministrligi. Markaziy hukumat Markaziy bankka bularni setib oladi. Ya'ni siz bankka zaimlarni setib olgan vaqtda ma'lum bir va'dani, qog'oz yuzidagi va'dani bular setib oladi. Manchilakni setib olsang, manchilak o'sim chiqadi deb. Markaziy bank uni setib oladi, hukumatdan setib olgan zaimga o'sim chiqadi. U o'simning bir qismi yana Moliya ministrligiga bordi. Demak, hukumatning ashundaq ikki organning mushundaq huquqi bor. Markaziy bankninki ashundaq huquqi bor. Pul besib chiqaradigan, obrutga pulni, ya'ni pul bilan ta'minlash, money supply deymiz, ashunaq miqdorini o'zgartiradigan mushundaq bir huquqlar bor. Shunga bu to'g'risida mushundaq tushib qolsak, tushunsak bo'ldi. Bu pullar nerdan keldi? Buni ashundaq besib chiqib hammadan beratadi deb emas. Yo'q, unday emas. Shu zaimlarni Markaziy bank zaimlarni setib oladi, zaimlarni setib olib, andan keyin uni har qaysi banklarga, har qaysi hukumatlarga berdi. Andan keyin ular uni har qaysilarga taqdi, shaxslargacha, tijorat qilganlargacha, tijorat qilgan korxonalargacha. Mana mayli 2,4 trillion bo'lsin, 1,18 trillion bo'lsin, bu bir tasdiqlandi, balkim saylamdan tasdiqlanishi mumkin. Bunda bo'lib qolsa, ishsiz qolgan odamlarga beradigan pulning miqdorini oldin qitim 600 dollar bo'lgan bo'lsa, hozir 400 dollarga tushirdi ekan. Har bir baliq beradigan pulni o'tgan qitim 500 dollardan bergan bo'lsa, hozir 1000 dollardan berdi ekan. O'tganda hammadamga ma'lum bir shart tushadiganligiga 1200 dollardan bergan bo'lsa, hozir yana uni 1200 dollarga berdi ekan deganga o'xshash. Shunga bir qism qarindoshlarimiz Amerikada yashayotgan. Mushu pullar bu yilning ichida qo'liga tegadi. 1200 dollar pul ashularning qo'liga tegadi. Bu iqtisod to'g'risida so'zlaydigan masala. Ana uchinchi masala bizning o'zimizning ahvoli. O'zimizning ahvolida xabarlarda bor, dushanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 39 davlat Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmi to'g'risida norozilik bildirdi, aybladi. Bu 39 davlatning ichida bir necha ilgari bulturlarda ismi chiqmagan bir necha davlatlar bor. Masalan, Honduras, Haiti, Marshall Arli deganga o'xshash, Albaniya deganga o'xshash, Bosniya, Herzegovina deganga o'xshash shundaq bir davlatlar bor. Yo'q davlatlar nima desa, O'rta Osiyodagi Turkiya xalqlaridan tashkil topgan o'shalarning mamlakatlari yo'q, ammo Turkiya hukumatı garchi 39 davlatning ichida bo'lib, ismini qo'yib qilmagan bo'lsa-mu, ammo ular Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qilgan so'zida vakili, Turkiyaning vakili nihoyat yaxshi so'z qildi. Ya'ni Uyg'urlar bilan, Uyg'ur turklar bilan bizningki etnik, ya'ni milliy jihatdan qamdoshlik demakchi. Qamdoshlik, madaniyat va diniy jihatdan nimalarimiz bor, bog'lanishligimiz bor. Ular o'zining yerida barobar yashash huquqiga ham biz har qaysi vaslatdan foydalanib, ularning shu huquqlarini haqida davomli so'zlab turamiz degan bir gapni qildi. Bu nisbatan yaxshi bo'lgan bir pozitsiya. Ondan sırt köpçülük fuqsizlar NBA deydigan Amerikaning dаңlıq basketbol komitetiningki şu Xitoyning kishilik huquq masalasida tutgan pozitsiyasi nihoyat nachar bo'lgan. Fransiyalik bir artist ekan Ömer Sy deydigan. Bu kishi Uyg'urlar shunday bir narsa yozib ekan. Uyg'urlar o'zining nima qilganligi uchun emas, o'zining kim bo'lganligi uchun jazoga uchrayapti, Xitoyning jazosiga besimga uchrayapti deb. Shuni Amerikaningki
bir dаңлық Utah Jazz deydigan komandasidan bo'lgan bir a'zosi. NBA'ning a'zosi nima ismi? Goody Robert degan bola xato ish hamon nada bo'lsa, kimga bo'lsa xatodir deb ishni yozibdi. Yana bir bizning Uyg'urlarning masalasiga nisbatan dаңлық top cho'lponlarmi o'tganda Mas'ud O'zal so'zlagan bularni so'zlab o'tdi. Endi mana Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 39 davlatning ichida O'rta Sharqdagi arab davlatlari yo'q. Bular qat'iy yo'q. Bu muloyizlarning, kuzatuvchilarning diqqatini chekkan bir ish. Uning sabablari haqida nurg'un odamlar har xil qiyoslarni qildi. Ko'pchilikning bundan xabari bor. Anadan keyin bugungi bir xabarda Angliyaningki parlamentininki tashqi ishlarga mas'ul amaldori Nancy Land degan kishi deyman. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komitetida Xitoy bo'lmaslik kerak. Qat'iy bo'lmaslik kerak. Uyg'urlarning masalasini kuzatib kelishga, tekshirishga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'qim bir odam avatish kerak degan shu taklifni, shu fikrni o'tirib qo'yapti. Anandan keyin yana shu masala haqida men bir nashr abgarda bir narsa ko'rdim. Bir musulmon kishi yozibdi uni. Shu yig'inda, mashqatimlik yig'inda Pokiston boshchiligidagi 50 necha davlat Xitoyning Hong Kong siyosatini qo'llab so'zlabdi. Kuba qatorliq 45 davlat Xitoyning Uyg'ur siyosatini oqlab so'zlabdi. Nima deb hamda Pokistonni so'zlatmay Uyg'ur masalasida kimni so'zlatdi? Aloqa Kubani so'zlatdi degan masalaga birisi shunday shu yozuvchi shunday debdi. Chunki Xitoy hozir musulmon dunyosining o'ziga tutgan pozitsiyasiga diqqat qilyapti. Agar Pokistonni iborat bir musulmon davlatni bosh qilib vakil qilib, Uyg'ur musulmonlar tutgan siyosatni oqitib so'zlasa, ko'p gapga, ko'p ayblashga uchraydiganligini bilganligi uchun Pokistonni Xitoy Hong Kong masalasiga Hong Kong masalasini oqlatib so'zlatkizib, Kubani Uyg'ur masalasini oqitib so'zlatdi degan bir qarashni o'tirib qo'yapti. Buni ba'zi kishilar balkim bildinglar, ba'zilar bilmadinglar. Ana buni depagim keldi. Andan sirt oxirgi gap paycheki masalasida. Paychekida bir qism qarindoshlar robonxi degan appni tushirib oldinglar, azroq ishlatyapsizlar. Men elinglar, az elinglar. Bir gap borchu, learning by practice deydigan. Amaliyot orqali o'rganadigan bir ishmi bor. Ishni bilmagan odam ishni kitob qarab o'rganmaydi, qilib o'rganadigan bir ishlar bor. Shu gapni degan az elinglar deb bir gapni degan. Hatto bir qismlar shu havaray paylarining chekini olsak bo'lamdi degan. Sharoit o'zgarib turadi emasmi? Ayni vaqtda shu ba'zi vabo bilan yuqumlanganning soni azaygandan keyin nima bo'lgan desa, ba'zi tijoratlar asliga kelgan. Shunga men shu chaqdagi qiyosimda aeroplanlar uchidi, jiq bo'lmasam azozini uchidi, ular bo'lgan ularningki foydasi oshidi degan parazni turib qo'ygan. Hala bugun kelgan vaqtda u xil vaziyatga shakllanib bo'lmadi. Shu chaqda ep qo'ygan bo'lsanglar, azroq ziyon tortgan bo'lsanglar, endi chidab turinglar. Mana Trump Amerikaning havo shirkatlariga ep qo'ygan bo'lsanglar, Trumpningki mana 1.18 trillionlik mana غېدىقلاش pulida o'sha havo rayining aeroplan stansiyalarining, aeroplan shirkatlarininki shularga nisbatan bir yordam qiladigan bir ishi bor ekan. O'sha غېدىقلاش chekini, ya'ni qo'shimcha nurg'un pulni iqtisodga soladi degan gap chiqqandan keyin paychek bozorlari shunday ko'tarildi. Demak, asli qoida bo'yicha aytgan vaqtda ma'lum shirkatning payiningki yuqori to'van bo'lishi albatta shu payga bo'lgan talab va ta'minlashdan belgilanishmi? Ammo ba'zi kishilar ma'vu shirkatninki ma'lum yangi bir mahsulotni bozorga kirmoqchiga, bularning iqtisodi yaxshi bo'lmoqchi. Shunga hozir ep qo'ysam, kim payda ko'rgan vaqtda buning payi oshadi deb bir xil farazlama ep qo'ydigan ish bor. Shunga bir paycheki ep qo'yganlar, o'shunda xabarlar, paycheki to'g'risidagi uchurlar, shularga qarash kerak. Voy bu xabarlarda paycheki o'savdi deydi, men olgan pay tushib ketadi deydiganlar bo'lishi mumkin. Albatta shunday bo'ldi. Paycheki deganda bu shunday turaqsiz bo'ladi. U ba'zida ma'lum bir sanoatning umumiy ahvoliga bog'liq bo'ldi, ba'zi shirkatning o'ziga bog'liq bo'ldi. Masalan, shirkatning boshlig'i yolg'on ma'lumot qilgan bo'lsa, pul muomala dokladini o shirkatninki yaxshi deb o'ylagan shirkat iqtisod yaxshi chaqdimi vayron bo'lib ketdi. Masalan, 2010-yilda Enron deydigan bir energiya shirkati shunday bo'lgan. Ammo iqtisod nachar chaqdimi ba'zi shirkatlarning paylari oshdi. Masalan, Home Depot o'xshash uy yasaydigan u bularning haqlar
idora qilib ishlangandan keyin uyning ichida gul giyalarni ilib, uylarni remont qilib, shunday ishlar bo'layotgan. Andan sir yana oxirida deb qo'yganim, hozir shu Amerikada uy olsa ikki narsa bor. Mortgage deb qo'yamiz-ku, bankdan qazilib uy sotib olgan ish. Mushuning nisbati bak to'van. Tarixdagi to'van nuqtalarning biri. Shunga uy sotib olganlar jiqlayotdi. Nemishqa deganda bu o'sim nisbati to'van bo'lgan vaqtda nurg'un odam uy olaman deb bankiga qaz iltimos sunib, ondan keyin uy mulk savdosi yaxshi bo'lyotdi. Shunga uy olamiz, olsak bo'lamdiki deb o'ylaydiganlar o'simni bankdan shu uy mulk o'simininki to'vanligini o'ylashgan vaqtda toza oladigan chaq, ammo 15-20% down payment qo'ydigan bir pul ulash kerak. Ana hech qanday uyda pul yo'qlam, yaningizda 10 ming dollarmi, 20 ming dollarmi pul yo'qlam uy olaman deb chiqqan bilan ololmaysiz. Chunki banka ashuni talab qiladi. Ammo ma'lum miqdorda pul va odamlarga nisbatan aytganda shu o'ylashning yaxshi fursati. Ammo talab uy olamiz deydigan odamni jiq bo'lgandan keyin albatta uyning bahsi sal yuqori ketadigan gap. Shuni o'ylab qo'ysanglar. Xo'sh, amsa bugungi gap mushunchalik bo'lsin. Rahmat.